yuvanib 401 zapas xodini yuryaptimi, yurmayaptimi? Yaxshi savol. Buni tekshirib ko'rmaganmiz. Bitta tekshirib ko'ramiz. 100 dan 0 gacha necha yurishini ko'ramiz. Zapas xod 401 berilgan. Qanaqa sharoitda yuramiz? Eng ekonomik haydaymiz. Chunki bizda 401 yuradimi yo'qmi, shuni bilmoqchimiz. Bitta tekshirib olamiz tabloni. 401 100 3943 kilometr yurgan. %100% zaryadkadan 50% ishlatib bo'ldik. 50% zaryadka yana teng yarmi. BYD yuvanib 3943 kilometr yurgan edi, 4414 kilometr bo'ldi. 471 kilometr yurdi. 70 kilometr ortiqcha yuraverdi. O'zining normasidan 401 dan 100 ga 709 kilovat расход bilan yurdi. Ekoda Larger funksiyasini yoqib qo'yildi. Bu o'zini o'zi zaryadlaydigan funksiyani yoqildi. Bo'ldi. 471 kilometr yurdi общий. 401 ko'rsatgan bo'lsa, 70 kilometr ortiqcha yurdi. 1% bilan elektrostansiyaga kirdi. Odamlarda tabiiyki savol tug'iladi. Yuvanib, mana shu 95 ot kuchli 471 kilometr sandek yura oladimi odam? Yura olmaydi. Bu probegi yurib bera oladimi deb harakat qilib, eng ekonomik qilib yurildi. 35, 40, 45, 50 tezlikda yurildi. Qo'zg'alayotganda ham juda sekin qo'zg'aldi. Orqada bu shahar sharoiti to'g'ri kelmaydi.